Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Jon qora cho'jalarimiz 7 kunlik bo'ldi. Mana inshaalloh bugun ertaman vaksinalari qilindi. Xudo xolasa sog'lom 100%. 22-apreldan sotuv boshlanadi inshaalloh. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 100% garantiyali sog'lom jon qora cho'jalarimiz vaksinasini qildik. 14-kuni yana vaksinasi beriladi. 15-kuni sotuv boshlanadi inshaalloh. Turli yemi bilan boqamiz, start yem bilan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.